Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 5-oyning 3-kuni dushanba. Muborak Ramazon oyining 21-kuni. Hammanglarga shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, to'g'ri diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga norozilik bildirish va Gollandiya hukumatining Xitoyning bu xil jinoiy qilmishiga qarata jazolash tadbirlarini yo'lga qo'yishga chaqirish maqsadida Markaziy Gollandiyaning Loyish shahridagi yer sharaviy kishilik huquq tashkiloti, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisodiy va sotsial konsiyi Gollandiya sho'basi birlashib 5-may kuni Gollandiyaning siyosiy markazi Loyish shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida norozilik namoyishi va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazishga hozirlanmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bugun stansiyamiz orqali Gollandiyada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizga xitoban qilgan so'zida o'zining shaxsan 5-may o'tkaziladigan bu norozilik faoliyatiga qatnashadiganligini, Gollandiyada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizning imkonlari yor bergan doira ichida bu faoliyatga aktivlik bilan ishtirok qilishini umid qiladiganligini ifoda qildi. Dolqun Aysa apandimning bildirishicha bu qitimqi birlashma namoyish Gollandiya vaqti tushdan burun soat 10 da rasmiy boshlanadi. Saat 12 da axborot e'lon qilish yig'ini o'tkaziladi. Garchi Gollandiyaning poytaxti Amsterdam bo'lsa-mu, ammo Gollandiya podshohlik saroyi, Gollandiya hukumat organlari va elchiliklarning hammasi Loyish shahriga o'rinlashgan bo'lib, undan boshqa Loyish shahri yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotining asosli markazlarining biridan iborat. Masalan, Xalqaro adolat devoni bilan Xalqaro jazo mahkamasi Loyish shahriga joylashgan. Loyish shahrida yana 150 dan ortiq xalqaro organning maxsus ishxonalari bor. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Parijda yangidan qurilgan ishxonasi oldimizdagi kunlarda rasmiy xizmat boshlash oldida turmoqda. Bundan bir qancha oy burun Dunyo Uyg'ur qurultiyi Parijda quriladigan ishxonasi uchun maxsus xizmatchi xodim qabul qilish haqida e'lon chiqargan. Bu jarayonda bir qism chet ellik mutaxassislar va Uyg'ur akademiyonlar o'zlarini bu sharafli vazifaga nomzod qilib ko'rsatgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi markaziy organi nomzodlarni bir-birlab tanlab baholash orqali O'zbekistonda tug'ilgan va navbatda Fransiyada yashayotgan Uyg'ur akademiyan va kishilik huquq aktivisti Assal Kamravi xonimni bu xizmatga loyiq ko'rdi va uni Dunyo Uyg'ur qurultiyi Parij ishxonasining direktorligiga rasmiy atadi. Xalqaro qonun va siyosiy bilimlar bo'yicha Rossiya va Fransiya universitetlarida magistrlikka erishgan Assal xonim oldimizdagi kunlarda rasmiy xizmat boshlaydi. Fransuzcha, inglizcha va ruscha tillarni yuqori saviyada biladigan Assal xonim Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Sharq Turkiston milliy harakati, shundaqla Sharq Turkistonning vaziyati haqida xeyli cho'nqur tushunchaga ega bo'lib, bir qancha yildan buyon u Dunyo Uyg'ur qurultiyining Fransiya va Janvada ilib berayotgan faoliyatlariga aktiv moslashib kelgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Parij ishxonasi qurultayning Fransiyadagi to'liq huquqli vakolatchilik organi bo'lib, mazkur ishxonaning direktori qurultayga vakolatan Fransiya hukumati, parlamenti, Fransiyadagi har qaysi siyosiy partiyalar, kishilik huquq va ommaviy tashkilotlar bilan keng doirada munosabat o'rnatib, Fransiyadagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoati bilan yaqindan moslashgan holda Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasining Fransiyadagi ta'sirchanligini yanada oshirishga, shundaqla Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Fransiya tarafidan qabul qilinishini qo'lga keltirishga g'ayrat qiladi. Undan burunmi Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan London, Bruksel, Berlin, Washington, Istanbul qatorliq shaharlarda maxsus ishxona ta'sis qilingan bo'lib, London ishxonasining direktorligini Rahima Mahmud xonim, Bruksel ishxonasining direktorligini Coin Stub apandim, Berlin ishxonasining direktorligini G'ayur Qurbon apandim, Washington ishxonasining direktorligini Umar Qanat apandim va Istanbul ishxonasining direktorligini Abdurashid Abdulhamid apandim o'tab kelmoqda. Mustabid Xitoy hokimiyatining Dunyo Uyg'ur qurultiyiga va uning asosli mas'ullariga qaratgan hujumlari va qurilish safarbarligi uzluksiz kuchayib bormoqda. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi yaqinqi mezgillardan buyon har qitimliq axborot e'lon qilish yig'inlarida Dunyo Uyg'ur qurultiyini tishlab tortishni odatga aylantirib olgan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bu xil qurilish safarbarligiga Xitoy matbuotlari aktiv moslashib kelmoqda. Yaqinda Xitoy hukumatining bevosita boshqarishidagi Xitoy kundalik gazetida Xinjiang haqidagi ig'volar qanday shakllangan degan mavzuda nihoyat cho'ng bir maqola e'lon qilingan bo'lib, mazkur maqolada Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlariga va uning asosli mas'ullariga Xitoyning jinoiy qilmishlarini va lager tuzumining mohiyatini dunyoga fosh qilishda muhim rol o'ynab kelgan Tursunay Ziyoudin boshchiligidagi butun lager shohidlariga, Adrian Zines qatorliq chet ellik tadqiqotchilarga va Avstraliya strategiyalik siyosat tadqiqot markazi qatorliq ko'plagan tadqiqot markazlariga nihoyat keng doirada talvilachi hujum qilingan.
Yuqorqi maqolaning Dunyo Uyg'ur qurultiyiga ayrilgan 8-bo'limida Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsa chet ellardagi Uyg'ur bo'lgunchi unsurlar tarafidan qurib chiqilgan va cho'nqur xalqaroliq orqa ko'rinishga ega bo'lgan radikal millatchi bir tashkilot bo'lib, uning tub nishoni mustaqil Sharq Turkiston davlatini qurib chiqishdan iborat. Uning 18 davlatda 33 tarmoq tashkiloti mavjud bo'lib, Amerika Uyg'ur birlashmasi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Uyg'ur harakati tashkiloti qatorliqlarni Dunyo Uyg'ur qurultiyining sho'ba tashkilotlaridan iborat deb ko'rsatilgan. Xitoyning mazkur maqolasida yana Uyg'urlar masalasiga ko'ngil bilib kelayotgan chet ellik tadqiqotchilar va tadqiqot o'rinlari, shundaqla Tursunay Ziyovuddin qatorliq lager shohidlari yolg'on aytish va ig'vo tarqitish bilan ayblangan. Yevropa parlamentining 5 nafar a'zosi yaqinda Fransiyaning Yevropa ittifoqida doimiy turishliq vakili Filip Legis Kostaga birlashma imzoli xat yozib, Fransiyaning Xitoy bilan bo'lgan jinoyatchi almashtirish kelishimini to'g'natishni talab qilgan. Bu xatni Yevropa parlamentining Angin o'g'li Miriam Lexman, Reinhard Botokofer, Raifel Glucksmann, Anna Fotiga qatorliq a'zolari yozgan. Ular xitida Xitoyning Hong Kong bexatarlik qonunini ma'qullab, Hong Kongning alohida o'rniga va Xitoy Angliya qo'shma axborotiga buzg'unchilik qilganligi, Fransiyaning bu taraqqiyotni nazarda tutib, Xitoy bilan imzolagan jinoyatchi almashtirish kelishimini to'xtatishini umid qiladiganligini bildirgan. Ularning xitida yana Yevropa parlamentining 2020-yil 17-dekabr ma'qullangan Xinjiangdagi Uyg'urlarning vaziyati haqidagi qarorida, shuningdek 2021-yil 21-yanvar ma'qullagan Hong Kong o'qituvchilarining bostirilishi haqidagi qarorda Yevropa ittifoqiga a'zo ba'zi davlatlarning Xitoy bilan bo'lgan jinoyatchi almashtirish kelishimlarini bekor qilishi kerakligi o'ttirg'a qo'yilgan. Biz Uyg'urlarning Hong Kong grajdonlarining Tibet yoki Yevropadagi Xitoy o'qituvchilarining Xitoyga qaytarilishining oldini olishimiz kerak deyilgan. Ularning ogohlantirishicha, agar bu kishilar Xitoyga qaytarilsa, siyosiy sotlash, qiyin qistoq, uzun yillik qamoq jazosi, hatto o'lim jazosiga uchraydi ekan. Ular xitida Fransiyadan vaziyatni qayta mo'ljarlab, Yevropaning o'rtaq qimmat o'lchamiga amal qilgan holda Xitoy bilan imzolagan jinoyatchi almashtirish kelishimini to'xtatishini, Hong Kongliklar, Uyg'urlar, Tibetlar va Yevropani makon tutgan boshqa Xitoy demokratlariga hamdamda bo'lishni talab qilgan. Xitoy bilan Turkiya o'rtasida imzolangan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi chet ellardagi Uyg'urlarning kuchlik andisini qo'llab qolmasdan, yana xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining og'ir tanqidiga uchragan edi. Amerika Kengash palatasining Cumhuriyetçiler partiyasidan bo'lgan Kengash palata a'zosi Todyong yaqinda Washington pochtasi gazetiga qilgan so'zida, Xitoyning Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsanda qilganligi sababli 2022-yildagi Beijing qishliq olimpikini diplomatik boykot qilish harakatini qo'llaydiganligini bildirgan. U so'zda yana demokratik davlatlardagi hukumat amaldorlarining Beijing olimpik musobaqasiga qatnashmasligini talab qilgan. Kengash palata a'zosi Todyong bu vaqtda to'xtalib, bu bizning Uyg'ur musulmonlarini majburiy emgakka soladigan qulluq sharoitini qat'iy qabul qilmaydiganligimiz, yerginadiganligimiz va ayblaydiganligimizning signali deb ko'rsatgan. Navbatda kishilik huquq tashkilotlari Beijing qishliq olimpik musobaqasida huddigarlikni ustiga olgan xalqaro shirkatlarga huddigarlikdan chekinish to'g'risida qattiq besim ishlatmoqda. Biroq Xitoy hukumati agar Amerika Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilsa, uningga qattiq inkos qaytaradiganligi haqida tahdid sepib keldi. Germaniyadagi bir qism Uyg'ur yoshlari bilan yerlik yoshlar birlashib 2-may kuni Germaniyaning Myunxen shahri markazidagi maydonda 2022-yillik Beijing qishliq olimpik yig'inini boykot qilish namoyishi va imzo to'plash harakati ilib bordi. Bu qitimqi namoyishni uyushtirgan jangovar Uyg'ur qizlaridan Shahnur, Zunnuray, Ishbarxon qatorliqlar namoyish jarayonida qilgan so'zlarida mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan rahimsizlarcha yurgizilayotgan irqiy qirg'inchiligi va boshqa jinoiy qilmishlarini qattiq ayblish bilan birga, insoniyatga qarshi og'ir jinoyat sodir qilayotgan Xitoydek bir diktator va mustabid davlatda olimpik yig'ini o'tkazilishining insoniyat dunyosi uchun og'ir darajadagi bir or-nomus ekanligini, shunga demokratiya va kishilik huquqni yoqlaydigan barliq davlatlarning va adolatparvar harakatchilarning 2022-yillik Beijing qishliq olimpik yig'inini boykot qilish lozimligini ta'kidlashdi. Namoyishda so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yevropadagi xizmatlarga mas'ul alohida vakili va Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon apandim Uyg'ur va German yoshlarining bu oliyjanob harakatiga alohida rahmat etish bilan birga, olimpik ruhiga tamoman xilof keladigan 2022-yillik Beijing qishliq olimpik yig'inini boykot qilishning har bir insonning vijdoniy burchi ekanligini ta'kidlab o'tdi. Xitoydan butun dunyoga taralgan korona vabosining kasofatidan oldingi Ramazonlarda kollektiv holda iftor qilishdan mahrum qolgan Avstraliyadagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz 1-may kuni Adelaide shahrida bir yerga jam bo'lib, kollektiv holda iftor qilish va bir-birining Ramazon oyini yuzdirona holda qutlug'lash fursatiga noil bo'ldi. Sharq Turkiston Avstraliya jamiyati tomonidan uyushtirilgan bu qitimqi iftor faoliyatiga Adelaide shahrida yashayotgan ko'p sondagi qarindoshlarimiz cheksiz so'yinish ilkida daxil bo'ldi. Jamiyat raisi Nur Muhammad Turkistoni
Dini ulemolarımızdan Abdusalam Alim qatarlıqlar iftarda qilgan so'zlarida Muborak Ramazon oyini xuddi Allohning buyrug'inidek o'zaro sevgi, o'zaro yordam, birlik, ittifoqlik, xayr ihson iyiga aylantirishimiz kerakligini, qilgan ibodatlarimizda vatan ichida jon talishayotgan xalqimizning salomati uchun, aziz shahidlarimizning ruhi uchun duo qilishni nazardan saqit qilib o'tmasligimiz kerakligini, bo'libmi ushbu muborak oyda Tailand turmalarida azob chekayotgan qarindoshlarimizga va boshqa ellarda turmushda qiyin ahvolda qolgan qarindoshlarimizga yordam berishni bir diniy, milliy va vijdoniy burchimiz deb bilishimiz lozimligini ta'kidlab o'tishdi. İftarda bir-biri bilan dardlashgan qarindoshlarimiz tarovih namozini birlikda o'tadi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qaytamiq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.